shunaqa suyuqlikki, havoga chiqqan paytda rezki kengayib ketib qoladi. Juda ham sovuq narsa bo'ladi. Kimga poylaymiz? Ha? Mana shu o'rtaga poylaymiz. Qaqqa borsa bor. Bo'ladi. Ko'pchilik sizlarga ko'rsatib. Hozir yopamiz. Mana buni ichiga solamiz. Qochishga shay bo'linglar. Chunki bu baland bag'illaydi. Qochamiz. Qochamiz. Mana bu qadim zamondagi mashinaning ko'rinishi. Bu esa hozirgi mashina. Bu biz yoshligimizda sevib o'ynagan o'yinlarimiz. Hozirgi yoshlar o'ynayotgan o'yin. Farqni ko'ryapsizlarmi? Endi qaranglar. Mana bu ota-bobolarimiz o'qigan sinfxonasi va dars ko'rinishi. Bu esa bizning farzandlarimiz o'qiyotgan dars va uni ko'rinishi. Farq yo'q-a? Toshkent kimyo xalqaro universitetida muhandislik loyihasini asos solganmiz va hozirda universitet talabalariga va butun respublikadagi iqtidorli talaba va o'quvchilarga nostandart usulda darslarni olib bormoqdamiz.